Assalomu alaykum. Sizlar bilan Halol Mehnat kanali. Bugungi dasturimiz yangiliklari bilan boshladik. Kecha 19-oktyabrda Isroil o'z kelishuvini buzib, G'azodagi 1 soat ichida Isroil kelishuvini buzib, G'azodagi 120 ta havo hujum uyushtirdi. Ko'rishingiz mumkin. Kelishuvga o'rtacha 10 kun hisobida 10 kun o'tgandan keyin birinchi marta Isroil G'azoga insonparvarlik yordamlarini kuniga 600 tadan ortiq mashina kirish kerak edi. 200 gacha uni kamaytirdi va keyin hujumni yana tiklab Isroilga havo hujumlarini uyushtirdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu juda yomon xabar musulmonlar uchun, shuning uchun chiqaryapmiz. Mana kecha yaqinda bosqinchi Isroil tungi hujumlardan keyin G'azodagi shifo kasalxona, o'likxona yana falastinliklar bilan to'ldi deyapman. O'zim ham shunga qarab nastrina yo'q hozir. Bir hafta avval mana xursand bo'lib yurdik, urush tugadi deb, yana urush qayta boshlandi. G'alamiz mana milliy xavfsizligini haromi bir Itamar Ben degan losman gapiring. Bu qaramiz kuchuk Isroilli mana xavfsizlik vaziri nima deyapti? Garovga olingan hamyurtlarimiz qaytarib oldik. Endi urushga qaytishimiz va G'azoga do'zax eshiklarini ochishimiz kerak deb aytayapti. Shunday qilib mana yana boshladi bular urushni. 2023-yil oktyabrdan buyon G'azoda Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan genotsid oqibatida halok bo'lganlar soni 68,159 kishiga yetgan. Alloh bularga o'z jazosini bersin do'stlar. Biz duoda bo'laylik. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday yomon yangiliklar bilan boshladik. Yaxshi yangiliklardan kecha hamyurtimiz o'zbekistonlik Elmurod Haqnazarov qiziqchi MMA'da birinchilikni oldi. Возможно, один из самых ожидаемых поединков. Алаш Прайд 113 Туркестан. Жемелый салмак, категория 70 килограмм. А теперь внимание. Первым в октагон синий угол приглашается файтер прямиком из России, Москва, Николай Цыганков. Qiziq joylarni ko'rsatishga harakat qilaman raqibilar. Elmurod Пассаж силового контроля удержит своего оппонента. Эльмурод. shunday qilib bular urushni boshlab olishdi mana. Asығып aptығып жатыр екеуі бұл жерде. Endi bir raunddan davom etmadi. Ko'raman. Қазір соққы жаудыра. Жоқ. Қылқындыру әсін жасауды жөн көрген екен, бір таңдау болғанда қазір асықпай ойланып тұрып қалды. Время подумать, собраться. Цыганков Михаил. Қарсыласына көп уақыт беріп қойды. Әзірше қылқындыру туралы айту ерте. Хақназаров. Дайындап жатқанда, әдісті. Міне енді салған. РФЗ идет. Ойынға салды, болды, берілді. Стоп! Айтарлықтай қарсыластық көрсете алмады.
4-chi daqiqada. 4-chi daqiqada. Satta debyuti avval vaqtda endi tanimol qarshilashlarga qarshi shu bo'lishi mumkin. G'alaba qozondi, mana ko'rib turibsizlar. 4-daqiqada 1-raundda. Это целевое награждение. В октагон добро пожаловать. Арыс аудандық маслихат депутаты Алмаз Шүкірбеков. Добро пожаловать. Также приглашается Жаланқол төбелес шебері Бағдат Дүйсенбаев. И в звездном поединке победу удушающим приемом одержал ковбой Пит Фаргон Эрик Хайдар. Keyingi yangiligimizga o'tamiz. Keyingi yangiligimiz Asqar Tamayev Tojikistonga borib poyga o'tkazdi Dushanbe shahrida. Shu o'tgan hafta bo'yicha ma'lumotlarimiz buni. Bu gonkada bu Asqar Tamayev yutqizib berdimi, yutdimi deb deganlar kanalimizda qoling. Biz yuklab boramiz gonkani davomini ham. Shunday qilib, bugungi yangiliklarimiz oxiriga yetdi. Hammaga omad, kanalimizga obuna bo'ling, izohlaringizni, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoling. Siz bilan halol mehnat admini Mirzarahmetov Dilshodjon bo'ldi. Hammaga omad.